Yerdan kattaroq nima bor? Oy, Quyosh. Yupiterning ichiga nechta yer sig'ishi mumkin? Va agar Quyosh shunchalik ulkan bo'lsa, nega u osmonda bunchalik kichkina ko'rinadi? Bugun biz mittigina sayyoramizdan boshlab kuzatilayotgan koinotdagi eng ulkan tuzilmalargacha bo'lgan hayratlanarli sayohatga chiqamiz. Va video oxiriga yetganingizda ehtimol tungi osmonga endi avvalgidek qaramaysiz. Keling, Yerdan boshlaymiz. Yerning diametri taxminan 12742 kilometr. Biz uchun u nihoyatda ulkan tuyuladi. Unda okeanlar, qit'alar, tog'lar, cho'llar, o'rmonlar va qariyb 8 milliard odam yashaydi. Ammo koinot miqyosida Yer aslida juda kichik. Agar Yer uzum donasicha bo'lganida, Oy no'xat donasicha bo'lardi. Oyning diametri taxminan 3474 kilometr. Bu degani Yer Oydan deyarli 4 baravar kengroq. Lekin bundan ham qiziqroq fakt bor. Oy Yerdan taxminan 384400 kilometr uzoqlikda joylashgan. Agar Yer basketbol to'pi kattaligida bo'lsa, Oy tennis to'pidek bo'lar edi va ular orasidagi masofa taxminan 7 metrni tashkil qilardi. Ko'pchilik rasmlarda Yer va Oy bir-biriga juda yaqin tasvirlanadi. Aslida esa ular orasida juda katta bo'shliq mavjud. Endi esa haqiqatan ham ulkan obyektga o'tamiz. Quyoshga. Quyoshning diametri taxminan 1.179 million kilometr. Quyosh diametri bo'ylab yonma-yon joylashtirilsa, 109 ta yer sig'adi. Bundan ham hayratlanarlisi shuki, Quyosh hajmiga taxminan 1.3 millionta yer joylashishi mumkin. Quyosh tizimidagi jami massaning 99.8% dan ko'prog'ini o'zida jamlagan. Agar Quyosh bo'lmaganida, Yerda hayot ham bo'lmas edi. Har bir o'simlik, har bir hayvon va hatto okean oqimlari ham oxir-oqibat Quyosh energiyasiga bog'liq. Quyosh butun tizimga hukmronlik qilsa, sayyoralar orasida Yupiter hukmronlik qiladi. Yupiterning diametri taxminan 143 ming kilometr. Uning diametri bo'ylab 11 tadan ortiq yer sig'adi. Hajmi ichiga esa 1300 dan ortiq yer joylashishi mumkin. Yupiter shu qadar ulkanki, uning tortish kuchi asteroidlar, kometalar va hatto butun Quyosh tizimining tuzilishiga ta'sir ko'rsatadi. Ba'zi olimlarning fikricha, Yupiter kosmik qalqon vazifasini bajarib, Yerga xavf tug'diradigan ko'plab jismlarni o'ziga tortib qoladi. Saturn Yupiterdan biroz kichikroq, ammo baribir ulkan sayyora. Uning mashhur halqalari 100 minglab kilometr masofaga cho'zilgan. Lekin qiziq tomoni shundaki, halqalarning qalinligi ko'pincha atigi bir necha 10 metrni tashkil qiladi. Tasavvur qiling, kengligi Yerdan ham katta, ammo qalinligi oddiy osmon o'par binodan ham kichik tuzilma. Mana endi hammasi yanada qiziq tus oladi. Hatto Yupiter ham ko'plab yulduzlar bilan solishtirganda juda kichik ko'rinadi. Odamlar odatda sayyoralarni ulkan deb tasavvur qiladi, ammo yulduzlar mutlaqo boshqa miqyosda mavjud. Keling, Quyoshni ulkan yulduz bilan taqqoslaymiz. Mashhur misollardan biri Betelgeyze. Uning diametri Quyoshnikidan taxminan 700 baravar katta. Agar Betelgeyze Quyosh o'rnida joylashganida, uning sirti Mars orbitasidan ham uzoqqa cho'zilgan bo'lardi. Merkuriy, Venera, Yer va ehtimol Mars ham uning ichida qolib ketardi. Endi esa aql bovar qilmas darajaga o'tamiz. Ma'lum bo'lgan eng yirik yulduzlardan biri Uyi Scuti. U Quyoshdan taxminan 1700 baravar kengroq. Agar u Quyosh tizimining markaziga qo'yilganida, Yupiter orbitasigacha bo'lgan hududni yutib yuborishi mumkin edi. Bir o'ylab ko'ring, milliardlab yerlarni sirdira oladigan bitta yulduz. Ammo hatto bunday gigant yulduzlar ham koinotdagi eng katta tuzilmalar emas. Yer Somon yo'li galaktikasining bir qismi hisoblanadi. Somon yo'lida taxminan 100 milliarddan 400 milliardgacha yulduz mavjud. Galaktikaning diametri qariyb 100 ming yorug'lik yiliga teng. Yorug'lik soniyasiga 300 ming kilometr tezlikda harakat qiladi. Shunga qaramay,
galaktikani bir chetidan ikkinchi chetiga kesib o'tish uchun unga 100 ming yil kerak bo'ladi. Agar Yer kum donasida kichraytirilsa ham, somon yo'li tasavvur qilib bo'lmaydigan darajada ulkan bo'lib qolaveradi. Bizga eng yaqin yirik galaktika Andromeda. U taxminan 2,5 million yorug'lik yili uzoqlikda joylashgan. Bugun Andromedadan ko'rib turgan yorug'lik yo'lga chiqqan paytda zamonaviy insonlar hali mavjud ham emas edi. Andromedaning o'zida taxminan 1 trillion yulduz bor. Bu somon yo'lidagidan 2 baravardan ham ko'proq. Galaktikalar odatda yolg'iz sayohat qilmaydi. Ular guruhlar va klasterlarga birlashadi. Bizning somon yo'limiz mahalliy guruh deb ataladigan tizim tarkibiga kiradi. Bu guruhda 80 dan ortiq galaktika mavjud. Ammo mahalliy guruhning o'zi ham bundan kattaroq tuzilmaning kichik bir qismidir. Eng ulkan miqyoslarda galaktikalar kosmik tor deb ataladigan gigant tuzilmani hosil qiladi. Ulkan filamentlar milliardlab yorug'lik yillari davomida cho'zilib ketadi. Ular orasida esa dahshatli darajada bo'sh hududlar, kosmik bo'shliqlar joylashgan. Agar siz yetarlicha uzoqlashib qaray olsangiz, butun koinot ulkan 3 o'lchamli o'rgimchak to'riga o'xshab ko'rina boshlaydi. Hozircha bu bizga ma'lum bo'lgan eng katta tuzilma hisoblanadi. Xo'sh, bu ulkan iyerarxiyada biz qayerdamiz? Oy Yerdan kichik. Yer Yupiter bilan solishtirganda juda kichik. Yupiter Quyosh oldida mittidek. Quyosh gigant yulduzlar yonida kichik ko'rinadi. Yulduzlar galaktikalar bilan taqqoslaganda arzimas. Galaktikalar klasterlari oldida kichik. Klasterlar esa ulkan kosmik to'rning fonida deyarli ko'zga tashlanmaydi. Shuning uchun har safar tungi osmonga qaraganingizda shuni eslang. Bizning sayyoramiz oddiy bir yulduz atrofida aylanayotgan mittigina nuqtadir. Bu yulduz esa yuzlab milliard galaktikalardan biridagi oddiy yulduzlardan xolos. Ammo aynan shu mittigina dunyoda koinotning ulkan ko'lamini tushuna oladigan mavjudotlar yashaydi. Va ehtimol butun hikoyadagi eng hayratlanarli narsa ham aynan shudir.